Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Meni chaqaloqalarim nima qilishyapti? Tuzukmisizlar, qanaqasizlar? Bizga ko'pchilikdan bitta savol kelyapti-da. Ahamiyat bermayman deyapman, ahamiyat berishga majbur bo'laman, chunki savol shunaqaki, qovog'ingizni oldirganmisiz? Qovog'ingizga bir narsa yopishtirganmisiz? Yo'q, oldirmaganman mana. Qizlar hammasi joy-joyida. Qovog'imga ham hech narsa yopishtirmayman. Bilasizlarmi nima? Men ishlagan paytim, uxlamay ayniqsa ishlagan paytim shishib ketaman, atyoq bo'lib ketaman. Qovoqlarim ham mana shunaqasi shishib ketadi. Ayniqsa ahamiyat bergan bo'lsangiz, hayd arafasi polniy mana bunaqa shishib yurdim. Hozir mana sal dam olib, ozgina uxlab, o'zimga kelayotganimga, o'zimga sal kelganimga, uje qovoqlarim ham uje joy-joyida turibdi qizlar. Mana uje shishimagan, ko'ryapsizlarmi? O'zida turibdi. Shuning uchun mana shunaqa savollar ko'paymasligi uchun mana shuni video qilib olib chiqdim qizlar. Uje bu birinchi marta emas, ikkinchi marta emas-da, anchadan